Imom al-Buxoriy. Buxoriy asl ismlari Abu Abdulloh Muhammad ibn Ismoil al-Buxoriy 810-yil 21-iyulda Buxoro shahridagi Buxoro shahrida tavallud topganlar. Vafotlari esa 870-yil 31-avgust Samarqand yaqinidagi Hashtang qishlog'ida olamdan o'tganlar. Islom olamining yirik mutafakkiri, buyuk muhaddis, muhaddislar imomi, hadis ilmining sultoni deb ham yuritiladi. Otalarining ismlari Ismoil o'z davrining yetuk muhaddislaridan, Molid ibn Alasning shogirdi va yaqinlaridan biri bo'lib, tijorat ishlari bilan shug'ullanib kelganlar. Onalari taqvodor, diyonatli, oqil ayol. Otasi vafot etgach, uning tarbiyasi volidasi zimmasiga tushgan. U 5-6 yoshidan islomiy ismlari Muhammad payg'ambarning hadislarini o'rganishga va yodlashga kirishadilar. Taniqli muhaddislar al-Dohiliy, Muhammad ibn Salom al-Poykandi, Muhammad ibn Yusuf al-Poykandi, Abdulloh ibn Muhammad al-Masnadi va boshqalardan saboq olganlar. Azaldan muhaddislar safarga chiqishdan oldin o'z yurtidagi roviylardan birorta ham hadis qoldirmasdan yozib olgan bo'lishi va shundan keyingina boshqa shahar yoki mamlakatga safarga otlanishi mumkin edi. Buxoriy 16 yoshga yetguncha o'z yurtidagi mashoyixlardan hadis eshitib, yozib olib, xalifalikning turli viloyatlari tomon yo'l oladilar. 825-yil Buxoriy onasi va akasi Ahmad bilan Makkaga kelib, haj ibodatini ado etadi. Onasi va akasi Buxoroga qaytib, o'zi Makkada qoladi. Bu yerda faoliyat ko'rsatayotgan mashoyixlarning ilmiy yig'inida qatnashadi. 827-yil Madinaga boradi. Madinadagi mashhur ulamolardan Ibrohim ibn al-Munzir, Mufrid ibn Abdulloh, Ibrohim ibn Hamza va boshqalar bilan muloqotda bo'lib, ulardan hadislar bo'yicha saboq oladi. Bu vaqtda Muhammad payg'ambarning sahobalarning izdoshlari turli mamlakatga tarqab ketgan edilar. Shunday sharoitda Muhammad payg'ambarning hadislarini to'plash turli shahar va mamlakatlarga borishni taqozo qilar edi. Bir necha tarixchilarning ta'kidlashicha, Buxoriy Hijoz, Makka, Madina, Toif, Jiddaga qilgan rihlati 6 yil davom etgan. So'ng Basra, Kufa va Bag'dodda safar qiladilar. Shom va Misrga o'tadilar. Bundan tashqari Xuroson, Marv, Balf, Hirot, Nishopur, Ray, Jibol kabi shaharlarda ham bo'lib, bu shaharlardagi olimlardan saboq oladi va hadislar to'playdilar. Xorijiy yurtlardagi safarlardan keyin Buxoroga qaytgach, hadis ilmini targ'ib etishga kirishadi. U zotning bu sayo ko'rishlari bu vaqtda Buxoroda isbotlanadi. Bu safar Hindiston va Qohirada chop etilgan Buxoriy yaratgan kitob al-Favoid, foydali ashyolar haqida kitob, al-Jomi al-Kabir, katta tayanch, xalq af'ol alifobot, Alloh bandalari ishlarining tabiati, al-Musnad al-Kabir, katta tayanch, al-Tafsir al-Kabir, katta tafsir, kitob al-Hiba, Xayrixon haqida kitob va boshqalar asarlarning ba'zilari bizgacha yetib kelmagan, ba'zilari jahonning turli mamlakatlari kutubxonalarida saqlanayotganligi haqida ma'lumotlar bor. Buxoriyning boshqa asarlari orasida Tafsir al-Qur'on, Qur'on tafsiri kitobi ham alohida ta'kidlash kerak. Buxoriy asarlari musulmon dunyosining barcha madrasa va dorul fununlarida Muhammad payg'ambar sunnatlari bo'yicha asosiy darslik qo'llanma hisoblanadi. Jamoat arboblari, olim ulamolar va din peshvolari Buxoriy asarlariga tayanib ish tutadilar. O'zbekistonda Buxoriyning xotirasi munosib tarzda abadiylashtirilgan. Alloma Abadiy qo'nim topgan Chelak tumanidagi Hartang qishlog'ida ulkan yodgorlik majmui ochildi. Qarang, Buxoriy yodgorlik majmuasi Toshkent Islom institutida Buxoriy nomi berilgan. Buxoriy hayoti va ijodiga bag'ishlangan bir necha tillarda kitob, albom, 2 qismli film, hadis ilmining sultoni nomli 4 qismli kino qissa yaratilgan.